Hamma imom sizlarga o'xshasa. Men 50 yil imomlik qildimda, bu imomshunos bo'lib ketganman. Shunday ko'zni yumib turib, kimligini bilib aytib qo'yaman men. Mana qani nima bizalik Baxtiyorjon? Ko'rtala mana. Mana bu Baxtiyorjonni mana Qobiljon qorakam bular hammasi guvoh bo'ldi. Nima dedim? Baxtiyorxon Qoraxoniy hazoinul maoni dedim. Bildingizmi? Hammaga bu baho berilmaydi. Bular to'g'ri dedi. Ha, qoraka yashasin to'g'rilar. Alloh Yo'q, qorakam o'g'li bo'lib qo'yganmi, xizmatlarni qilib bu o'zi bilmay daraja topib qo'yganmi? Shunday, o'zingiz duo qiling. O'zingiz duo. Biz duoga olgan keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Yahyo qoridagi juda ajoyib oliyjanob inson edi. Bu nechinchi yil ham hajda allaqada Minoda o'tirganimizda birovni oldiga bittasini olib kiradigan bo'ldim. Ne olib kiradigan bo'ldim. Ha bo'pti dedi, bo'pti demas dedim. Bu as-sadaqatu taradul balo degan bir duoni ham sotib olinadi. Bu quruqdan quruq qabul bo'lmaydi. Men olib ketsam haligi es bor-ku, Amerikadan keladigan. Dunyoga menda yo'q. Ana shu ashundan eri xotin qilasiz. Kirasiz, o'tirasiz, duo qilasiz, chiqasiz. Shunaqa qilib olib kiraman dedim. Ne kirishni boshqa qildi. Duo Yahyoxon dadasunda juda o'qigan bor ekan-u. Vaqti mol oladigan ekan-u. Deb nazari o'tgandi menga ham. Quruq qolmagan edim. Ana shu ulug' zotlarga Xudo rahmat. Hammamiz shogird qilamiz. Alloh ularga rahmat. Alloh. Ayniqsa xizmat qilgan Baxtiyorxonga. Hay, ana.